Sen yomon qiz emassan, Sam. Va hattoki aksincha ham men insonlarning bunchalar yaxshi va oqko'ngil bo'lishini bilmagandim. Sen barcha narsangni bo'lishga tayyorsan, xuddi o'sha go'shtli rulet kabi. Yana yordam berishga ham, garchi xohlagan narsangni olmasligingni bilsang ham, va eng muhimi, o'zingga istaganingdan ortig'ini ham boshqalarga ravo ko'rasan. Boshqalarga bunchalik yaxshilik tilashingni tushuna olmayman. Yana buning uchun qancha omadsizlik bo'lsa chidashga tayyorsan va qanchalik urinsang, harakat qilsang, atrofingdagi olam shunchalik yaxshilanib boradi, Sam. Shunday ekan men Bilasan, nimani? dugonang Hazelga omad shart emas. U shundoq ham dunyodagi eng baxtli qizaloq, chunki yonida sen bo'lsan. Hayotingda qandaydir yaxshi narsa qilmoqchi eding. Aslida allaqachon qilib bo'ldi.